Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan Shahrisabz davlat pedagogika instituti informatika va o'qitish metodikasi kafedrasi o'qituvchisi Jo'rayeva Feruza. Ma'lumotlar bazasi va axborot tizimlari fanidan ma'lumotlar bazasi va uning turlari mavzusida gaplashamiz bugun sizlar bilan. Mavzuyimizning rejasi quyidagicha: ma'lumotlar bazasi haqida tushuncha va ma'lumotlar bazasining asosiy turlari. Dastlab biz ma'lumotlar bazasi haqida gapirar ekanmiz. Ma'lumotlarni o'zi nima degan savolga birinchi bo'lib javob berishimiz kerak bo'ladi. Ma'lumotlar bular xom ashyolar hisoblanadi. Ya'ni narsalar, hodisalar, obyektlar va jarayonlar haqidagi xom faktlar bular ma'lumotlar hisoblanadi. Ma'lumotlar qachon foydali bo'ladi? Qachonki ular biror bir qayta ishlash jarayonidan o'tganidan keyingina biz uchun foydali bir ma'lumotga aylanadi. Ya'ni axborot ko'rinishiga o'tadi. Biz ma'lumotlar bazasida ma'lumot elementlari tushunchasi bilan ko'proq ishlaymiz. Ma'lumot elementlari bu xuddi o'shanaqa ma'lumotlar, obyektlar, jarayonlar, hodisalar haqidagi elementar tavsif bu ma'lumot elementlari hisoblanadi. Misol uchun kimnidir ismi bo'lishi mumkin yoki qayerda yashashi bo'lishi mumkin. Bular ma'lumot elementlari hisoblanadi. Ma'lumotlar bazasida aynan mana shu ma'lumotlar elementlaridan foydalangan holda ma'lumotlarga qayta ishlov berib axborot ko'rinishiga keltiriladi. Xo'p, axborot nima? Ya'ni axborot hozirgina aytganimizdek foydali ma'lumotlarni biz foydali ko'rinishga o'tkazganimizdan keyin biz undan foydalana boshlaymiz. Endi u axborot ko'rinishiga o'tadi. Bizda mana misol uchun qarshi, iroda, ma'lum bir raqamlar ketma-ketligi, Islom Karimov 7 degan ma'lumot elementlari bo'lishi mumkin. Mana shu ma'lumot elementlaridan foydalanib qanaqadir bir jarayondan o'tgandan keyin uni Jo'rayeva iroda, qarshi, Islom Karimov 7-ko'cha va telefon raqam sifatida ko'radigan bo'lsak, bu ma'lumot axborot ko'rinishiga o'tadi. Xo'p, endi biz ma'lumotlar bazasi nima degan savolga javob berishimiz kerak bo'ladi. Ma'lumotlar bazasi bu ma'lum bir predmet, soha haqidagi tizimlashtirilgan ma'lumotlarning nomlangan majmui hisoblanadi. Xo'p, ta'rifimizdan ko'rinib turibdiki, predmet, soha haqida tizimlashtirilgan ma'lumotlarning nomlangan majmui ekan. Biz predmet, soha degan savolga birinchi bo'lib javob berishimiz kerak bo'ladi. Agar biz biror bir soha haqida ma'lumot yig'ayotgan bo'lsak, biz nima haqida ma'lumot yig'ayotgan bo'lsak, o'sha soha biz uchun predmet, soha hisoblanadi. Ya'ni biz qiziqayotgan ma'lumotlarni to'plashga harakat qilinayotgan sohamiz bu predmet, soha. Misol uchun siz talabalar haqidagi ma'lumotlar bazasini tashkil qilmoqchisiz. Demak, bunda talabalar siz uchun obyektlar yoki predmet sohasi bo'ladi. Yoki bo'lmasam siz kasalxona haqidagi ma'lumotlar bazasini tashkil qilmoqchisiz. Bunda kasalxona siz uchun predmet sohasi bo'ladi. Yoki bo'lmasam shunchaki bir go'zallik salonini ma'lumotlar bazasini tashkil qilmoqchi bo'lsangiz, go'zallik saloni siz uchun predmet soha bo'ladi. Xo'p, predmet soha nima ekanligini bilib olgan bo'lsak, endi tizimlashtirilgan ma'lumotlar nima ekanligi haqida gaplashamiz. Tizimlashtirilgan ma'lumotlar bular ma'lum bir qonun qoidalar asosida tartiblangan ma'lumotlar hisoblanadi. Misol uchun, agar siz o'zingizning kichkinagina kutubxonangizdan iborat bo'lgan ma'lumotlar bazasini tashkil qildingiz deylik. O'zingizda kitoblaringizdan iborat bo'lgan bazasingiz mavjud. Agar siz mana shu kitoblarni saralab, qaysi janr, ilmiy yoki badiiy janrmi yoki bo'lmasam avtorlariga qarab qaysi avtorlar tomonidan yaratilganligini tartib bilan ketma-ketlikda joylashtirib chiqsangiz, demak siz o'zingizning kitoblaringizni tizimlashtirayotgan bo'lasiz. Ya'ni ma'lumotlar bazangizda ma'lumotlarni tizimlashtirilgan shaklda saqlayotgan bo'lasiz. Xo'p, hozirgi kunga kelib axborot tizimlarining asosini ma'lumotlar bazasi tashkil etadi. Qadim zamondan ham ma'lumotlar bazasi tashkil qilinar ekan, shunchaki fayllarga asoslangan tizimdan foydalanilgan. Ya'ni arxivlar. Biz bilgan oddiy shu arxivlar bular ma'lumotlar bazasi hisoblanadi. Ana endi raqamli ko'rinishga o'tganimizdan keyin ma'lumotlar qattiq disk xotirasida saqlana boshlagan. Bu holatda ma'lumotlar fayllar ko'rinishida saqlangan bo'lib, qattiq diskda ma'lumot qanaqa yoziladi? Ya'ni qattiq diskda ma'lumotlar fayllar ko'rinishida saqlanadi. Bu biz uchun yangilik emas. Biror faylga o'zgartirish kiritish, ya'ni fayl ichidagi ma'lumotga o'zgartirish kiritish bu faylga o'zgartirish hisoblanadi. O'zgartirish kiritish hisoblanadi. Va bunda biz hosil qilgan ma'lumotlar bazamizda biror o'zgarish yuzaga kelganda, buni o'zgartirish ancha murakkab jarayon hisoblanadi. Ya'ni samara bermaydi. Bu jarayon juda ham ko'p vaqtni oladi.
Chunki butun bir boshli faylni o'zgartirib, uni qaytadan saqlashga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham axborot tizimlarining asosi ma'lumotlar bazasi bo'lishi, uni samaraliroq tashkil etishni yo'li qidirila boshlangan va ma'lumotlar bazasi tushunchasiga olib kelgan bu tushuncha. Mana, e'tibor beradigan bo'lsak, faylimizda ma'lumotlar mavjud va fayldagi ma'lumotlarning birortasini o'zgartirishi butun bir faylni qaytadan saqlanishiga olib keladi. Xo'p, kompyuter tizimida agar biz axborot tizimining asosini ma'lumotlar bazasidan iborat deb oladigan bo'lsak, kompyuter tizimida ma'lumotlar bazasi biror nom bilan saqlab qo'yilgan bo'lsa, unga o'zgartirish kiritish jarayoni quyidagicha bo'ladi. Mana, ma'lumotlar bazasi kompyuter tizimida xuddi shunaqa tashkil qilinadi. Ya'ni ma'lumotlar hali ham fayllar ko'rinishida saqlanadi. Chunki kompyuterda ma'lumotlar o'zi fayl ko'rinishida saqlanadi. Fayllar esa yozuvlardan, yozuvlar esa maydonlardan, maydonlar baytlar va bitlardan iborat bo'ladi. Bu holatda biror bir maydonga kiritilgan o'zgarish juda ham oson va qulay hisoblanadi. Shuning uchun ham ma'lumotlar bazasida ma'lumotlarni saqlash eng samarali usul hisoblanadi. Xo'p. Ana endi biz rejamizning ikkinchi qismiga o'tamiz. Ma'lumotlar bazasi va uning turlari haqidagi rejamiz. Ma'lumotlar bazasini biz turga ajratar ekanmiz. Ma'lumotlar bazasini ma'lum bir nimaga qarab turlarga ajratayotganimizni hisobga olishimiz kerak. Demak, ma'lumotlar bazasini quyidagi turlarga ajratishimiz mumkin ekan. Birinchi bo'lib, biz ma'lumotlar bazasini tashkil etish usuliga qarab ma'lum bir turlarga ajratishimiz mumkin yoki bo'lmasam ma'lumotlarni saqlash formatiga ko'ra, ya'ni biz ma'lumotlar bazamizda qanaqa ko'rinishda saqlaymiz, qanaqa formatda saqlaymiz. Mana shunga ko'ra biz ma'lumotlar bazasini turlarga ajratishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam arxitekturasi va joylashuvi bo'yicha. Arxitektura va joylashuvi bo'yicha biz ma'lumotlar bazasini yaratar ekanmiz, kelajakda undan qanday foydalanamiz va uni qanday saqlaymiz, unda ma'lumotlarni qanday saqlaymiz, bu arxitektura va joylashuvi bo'yicha uni turlarga ajratishga shart-sharoit yaratadi. Ma'lumotlarga kirish va boshqarish usuliga ko'ra va foydalanuvchilar soniga ko'ra turlarga ajratishimiz mumkin. Xo'p, biz ma'lumotlarni tashkil etish usuliga ko'ra ma'lumotlar bazasini turlarini ko'rib chiqaylik birinchi bo'lib. Xo'p. Ma'lumotlarni tashkil etish usuliga ko'ra ma'lumotlar bazasi iyerarxik, tarmoqli va relatsion hamda obyektga yo'naltirilgan ma'lumotlar bazalariga bo'linadi. Dastlab biz iyerarxik ma'lumotlar bazasi haqida gaplashamiz. Biz aytdik, ma'lumotlar bazasi ma'lum bir predmet sohadagi tizimlashtirilgan, nomlangan ma'lumotlarning majmui ekan. Demak, predmet soha olingandan keyin dastlab predmet sohadagi obyektlar ajratib olinadi. Yuqoridagi misolimizda keltirishimizcha, agar biz shunchaki kasalxona ma'lumotlar bazasini yaratmoqchi bo'lsak, unda shifokor, bemor, hamshira yoki bo'lmasam bemor palatasi bu bizga obyekt sifatida qatnashishi mumkin. Predmet sohadagi obyektlar va ular o'rtasida ma'lum bir munosabatlar mavjud bo'ladi va bu munosabatlar qanaqa ekanligiga qarab biz ma'lumotni tashkil etish usulini tanlaymiz. Iyerarxik ma'lumotlar bazasi ota-ona munosabatidan kelib chiqqan bo'lib, bu tuzilmada shunaqa bo'lanadiki, har bitta ota tugun o'zidan keyingi bir nechta farzand tugunga ega bo'lishi mumkin, lekin bir nechta farzand tugunga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni bitta tugun bir nechta tarmoqqa bo'linadi, lekin o'sha bo'lingan tarmog'i yuqoridagi bilan bir marta aloqa qilishi mumkin xolos. Undan ortiq aloqa qilish mumkin emas. Bunga misol sifatida quyidagi papkalar daraxtini misol qilishimiz mumkin. Mana bizning D diskimizda quyidagi papkalar mavjud deylik. Fayllarimiz, rasmlarimiz va videolarimiz saqlanayotgan papkalarimiz mavjud deylik. Bu papkalarda o'zimizning shaxsiy ma'lumotlarimizni saqlaymiz va bu biz uchun ma'lumotlar bazasi bo'lib hisoblanadi. Xo'p, mana rasmlarim degan papkamizda 2021, 22 va 23-yillarda yig'ilgan rasmlarimizni saqlayotgan bo'lsak, e'tibor bering, har bitta papka o'zidan oldingi bitta papka bilan bir marta aloqaga kirishadi. Ya'ni rasmlarim papkasida bir nechta papkalar mavjud, lekin bu yerda rasmlarim papkasi ota tugun, 21, 22 va 23-yillardagi rasmlar, bular farzand tugunlar hisoblanadi. Iyerarxik tuzilmaning asosi xuddi shunday bo'ladi. Xo'p, undan keyin
ma'lumotlarni tashkil etish usuliga ko'ra tarmoqli ma'lumotlar bazasini ko'rib chiqamiz. Bunaqa ma'lumotlar bazasi shunaqa bo'ladiki, unda obyektlar va ular o'rtasidagi munosabatlar tugunlar va qirralar orqali ifodalanganligiga ko'ra, obyektlar o'rtasida munosabatlar juda ham murakkab bo'lgan holatda biz tarmoqli ma'lumotlar bazasidan foydalanishimiz qulay hisoblanadi. Xo'p, biz iyerarxikni ko'rdikki, bunaqa murakkab munosabatlarda iyerarxik bizga imkoniyat yaratmaydi. Chunki bitta tugun faqatgina undan oldingi tugun bilan bir martada aloqasi mavjudligini ko'rdik. Xo'p. Relatsion ma'lumotlar bazasi. Relatsion ma'lumotlar bazasi bu an'anaviy biz bilgan, doim biz ko'rib kelayotgan ma'lumotlar bazamizning eng qadimiy ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. Relatsion ma'lumotlar bazasi shunaqa asoslanganki, predmet sohadagi har bitta obyekt ikki o'lchovli jadval ko'rinishida o'z ma'lumotlarini saqlaydi. Ya'ni biz predmet sohani olamiz, bitta obyekt va uning xususiyatlarini ajratib olamiz. Obyektni o'zi jadvaldan, uning xususiyatlari esa jadval ustunlaridan iborat bo'ladi. Bu holatda jadval ma'lum bir qoidalarga rioya qilish kerak bo'ladi. Jadvalda ma'lumotlarni saqlayotganda, ya'ni jadvalda har bitta ustunda ma'lum bir tipdagi ma'lumotlarni saqlash va jadvaldagi ustunning nomlari hech qachon bir xil bo'lmasligi qoidalariga amal qilinsa, ma'lumotlar jadval ko'rinishida saqlanadi. Bu eng qadimiy va eng rivojlangan usul hisoblanadi ma'lumotlar bazasini tashkil etishning. Bu holatda ma'lum obyektlar va ular o'rtasidagi munosabatlar jadvallar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish bilan o'rnatiladi. Bundan tashqari, ma'lumotlarni saqlash formatiga ko'ra ham ma'lumotlar bazasini bir nechta turlarga ajratishimiz mumkin. Ya'ni strukturalashgan, umuman yarim strukturalashgan yoki bo'lmasa umuman strukturasiz ma'lumotlar bazalariga bo'lishimiz mumkin. Strukturalashgan ma'lumotlar bazasiga relatsion ma'lumotlar bazasida tuzilgan, ya'ni qat'iy tartib bilan jadvallar ko'rinishida tartiblangan ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Strukturasiz ma'lumotlar tizimiga shunchaki fayllardan iborat bo'lgan ma'lumotlar bazasi bu umuman strukturalashmagan ma'lumotlar bazasiga misol bo'lishi mumkin. Xo'p. Ma'lumotlarga kirish va boshqarish usuliga ko'ra ma'lumotlar bazasini boshqarilayotganda ulardan ma'lumot olish uchun biz ma'lum bir tillardan foydalanamiz. Xuddi shu asosda biz ma'lumotlar bazasida agar biz SQL tiliga asoslangan tildan foydalansak, ya'ni SQL tilidan foydalansak, ma'lumotlar bazamizdan ma'lum bir so'rov asosida ma'lumot olganda SQL tilidan foydalansak, demak u SQL ga asoslangan tizim hisoblanadi. Agar biz SQL tilidan tashqari boshqa tillardan foydalansak, ya'ni SQL dan foydalanmasak yoki bu NoSQL ma'lumotlar bazasi hisoblanadi. Shuning bilan bugungi darsimiz tamom. Hammaga xayr.